Har yili 11-oktyabr sanasida Xalqaro qizlar kuni keng nishonlanadi. Shu sababli Guliston davlat universiteti talabalari o'rtasida qizlarning jamiyatdagi o'rni mavzusida so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Jamiyatda xotin-qizlarning o'rni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Albatta juda ham muhim, chunki bu haqda prezidentimiz ham aytib o'tadilar, ya'ni har qanday yoshni ham ona tarbiya qiladi albatta va ona qanchalik jamiyat bilan aloqador bo'lsa yoki umuman saviyali bo'lsa, farzand ham kelajakda aynan shunday yetishib chiqadi. Albatta bu yaxshigina muhim bo'lishi kerak. Hammani o'rni ko'proq ayollarning o'rni. Ayol ham yashashga, yaxshi yashashga, o'zini rivojlantirishga, hamma narsaga haqli. Assalomu alaykum. Qizlarni jamiyatimizda o'rni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Qizlarimizning o'rni jamiyatda o'ta muhim, chunki O'zbekiston Respublikasiga, yurtimiz ravnaqiga foyda keltiradigan har bir farzandni ona dunyoga keltiradi. O'z o'rnida qizlarimizning axloqi, odobi, tarbiyasi, bilimi undan-da muhim. Rahmat. Xulosa qilib aytganda, qizlar jamiyatning bezagidir. Ularning bilim va odobi kelajagimiz taraqqiyotining garovidir.